Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Mana biz bugun Yulduz bilan Samsung vizajist darsimizni boshladik. Yulduz anchadan beri menga kelaman deyotgandilar. Mana bugun vaqt topdilar. Bugun nasib qilgan ekan. Bugun juda ham chiroyli makiyaj qilamiz. Kundalik makiyaj. Ancha qo'llari kelishib qoldi. Bitta tomonlarini men qilib berdim, ikkinchi tomonlarini o'zlari qilibdilar. Mana makiyajlarni tugatdilar. Juda chiroyli chiqdi. Qalay, Yulduz o'ziga yoqdimi? Zo'r chiqdi вообще. Cho'tki chiqdi. Kutmaganmidingizmi chiqishini? O'rgana olmayman, men qila olmayman dedilar. Mana o'zlari bitta tomonlarini o'zlari qildilar. Bir xil chiqdi mana. Ikkita tomoni ham juda ham chiroyli. Birinchi darsimiz ozgina og'irroq bo'ladi. Ko'p ma'lumot olganingiz uchun. Уже ikkinchi, uchinchi kunlarda уже sekin moslashib, уже yuzlaringiz ham makiyajga o'rganib qoladi. Zo'r yotadi, lekin tonalkalari ham juda ham chiroyli yotdi. Xursandlar. Zo'r chiqdi, menga yoqdi, Shahzoda. Rahmat.